Tak. Ekran ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Tak. Ushbu loyihada biz kriptovalyutalar bilan ishlaymiz. Kriptovalyutalar bilan ishlash bo'yicha prezident farmonlari, prezident qarorlari, prezident hujjatlari, dasturlar hammasi bo'yicha shu sayt orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nap.uz O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi degan agentlik tashkil qilingan. Shu agentlik rasmiy saytiga kirgan holatda bemalol kriptovalyutalar bo'yicha menyu orqali bemalol ko'rishingiz mumkin. Hujjatlarni hamma yo'g'ini tanishib chiqishingiz mumkin. Ya'ni ko'p bo'lmadi, shu yil 2025-yil 28-yanvardan boshlab bemalol kriptovalyuta olish, sotish mumkin bo'ldi. Binance birjasi orqali. Binance birjasi ham O'zbekistonga qonuniy kirib keldi. Nimaga bu informatsiyani aytyapmiz? Chunki biz kriptovalyuta bilan ishlaymiz bu loyihada. Undan tashqari shu sayt silkasi bor. Shu sayt orqali yoki Lex.uzga kirib turib tayyor silkasini tashlab qo'ydim. Lex.uzga kirib bemalol qonun bo'yicha prezident farmonlari, prezident qarorlari bo'yicha ishlanadi bunda. Ya'ni kriptovalyuta sotib olishingiz mumkin bo'ldi o'zi. Hozir mana bu joyga e'tibor bering. Mana bu joyga e'tibor bering. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-sentyabrdagi Prezident farmoni 140-sonli Prezident farmoni asosida hamma narsa tartibga solingan. Kriptovalyuta bilan ishlashlik mumkin. Kriptovalyuta olishingiz, sotishingiz, sotib olishingiz yoki jo'natishingiz, qabul qilishingiz, saqlab turishingiz mumkin. Bu qonunda belgilab qo'yildi. Undan tashqari 2029-yil 1-yanvargacha yuridik shaxs bo'lasizmi, firma bo'ladigan bo'lsa yoki oddiy jismoniy shaxs bo'lasizmi, kriptovalyutalar orqasidan topgan daromadingiz hisobidan soliq solinmaydi bunga. Soliqdan ham ozod qilingan. Demak, nima qilamiz? Bu biznesda boshlashlik uchun xuddi bankka kirib, so'm berib, dollar sotib olib biznes qilganga o'xshab, bu yerda ham Binance qonuniy bo'ldi. Binance'ga kirasizda, Binance'ga o'zbek so'mi kiritilgan. Ya'ni o'zimizni so'mda BNB sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol Kupit kriptovalyuta degan joyi bosib turib yoki USD Fiat degan joyi bosasizda Uzcard, Humokart orqali bemalol pullarni kiritishingiz mumkin. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi, pastmi? Yaxshimi? Yaxshi eshitilyapti. Mana pul kiritishingiz, chiqarishingiz mumkin bu joyda. Masalan, boshqa davlatdagi tanishlaringiz bo'lsa, mana Tojikiston somoni ham qo'shilgan, Turetskiy lira ham bor, Ukraina grivnyasi, o'zbek so'mi, misol uchun qozoq tangasi, qirg'iz so'mi hammasi kiritilgan. Даже bez komissiya holatda bemalol pul olib kirish, pul yechish mumkin. Tak, bitta сделкада 5000 so'mdan boshlab 648 million so'mgacha bemalol Uzcard, Humokart orqali сделка qilishingiz mumkin bo'ladi. Va shu karta orqali kriptovalyutani sotib olishingiz mumkin. Kupit tugmasini bosgan holatda mana tepada so'm, misol uchun kamida masalan 100 ming so'mga deylik, shu yerda birinchi to'ldirib olish kerak. Xohlagan kriptovalyutangizni sotib olishingiz mumkin masalan. Biz nimani sotib olamiz? Biz BNB degan kriptovalyutani sotib olamiz bu joyda. Mana bu joyga yozasiz BNB deb, mana tepada so'm bo'ladi, pastda BNB bo'ladi. BNB sotib olib ish boshlashingiz mumkin. BNB qanaqa valyuta? Bu kriptovalyuta hisoblanadi. Kriptovalyutani tanlashdan maqsad bu loyihada katta pul aylanadi. Oddiy so'm, dollar bilan ishlanadigan bo'lsa, u bank orqali tasdiqlanib, uni boshqarib bo'ladigan summa bo'lganligi uchun boshqarilmaydigan valyutada ishlaymiz biz. Demak, 200 ming xil kriptovalyuta bor. Kriptovalyutalarni biron bir shaxs, hukumat, tashkilot, banklar boshqarmaydi. O'shaning uchun hisob-kitob oson bo'lishligi uchun, tez bo'lishligi uchun, xavfsiz bo'lishligi uchun
kriptovalyuta tanlangan. Kriptovalyutalarning ichida 200 ming xil kriptovalyutaning ichida 5-o'rinda turadigan 84 milliard dollar kapitalga ega bo'lgan kuchli valyuta bor. BNB deb qo'yiladi. 584-600 dollar atrofida bir donasi. Bu valyutaning orqasida Binance birjasi turibdi, Celi. Undan tashqari blockchain degan programmasi bor buni. Blockchain programmasi qanaqa programma? Xalqaro klik programmasi deb qabul qilsangiz bo'ladi buni. Xalqaro Payme programmasi desangiz bo'ladi. So'mdagi oldi berdilar Payme orqali bo'lsa, BNBdagi oldi berdilar pul o'tkazmalari OPBNB blockchainida bo'ladi. Hozirgacha 3 milliarddan ko'proq pul o'tkazmasi bo'lgan. Kunlik 3,5 million, 4 millionta pul o'tkazmasi bo'ladi. 84 milliard, 83 milliard 250 million dollarlik kapitaldagi pullarni o'tkazmalarini bajarib beradi. Hamma shu programmadan foydalanyapti, chunki bu programmani biron bir shaxs, hukumat boshqarmaydi. Ya'ni boshqaruvda inson faktori yo'q. Shuning uchun hamma shu nimadan foydalanyapti. Endi shu blockchain programmani ichida marketing plan yozilgan. Ya'ni boshqarilmaydigan programmani ichiga bizning marketing planimiz yozilgan. Marketing planni RideBNB deb qo'yiladi nomini. RideBNB mana. Shu loyihani hisob raqamini ko'rishingiz mumkin. Mana oxiri 59 da. Balansini ko'rishingiz mumkin, doim 0 turadi. Ya'ni bir joyda pul yig'ilmaydi. Pullarni sirazu sochib yoradi. Bu joyda masalan kodlar bilan ham tanishib chiqishingiz mumkin. Hammaga ochiq-oydin qilib ko'rsatib qo'ygan. 441-qatorga e'tibor bersangiz, mana require message sender owner mana yozib qo'ygan. Not authorized deb. Ya'ni egasida, даже shu programmani egasida egalik huquqi yo'q. Ya'ni ne только biron bir shaxs chetdagi yo tashkilot yo hukumat, даже shu programmani yaratgan odamning o'zida dostуп yo'q bu programmani boshqarishga. Ya'ni bemalol bu programmadan foydalansangiz bo'ladi, qo'rqmasdan. Ertaga bu programma yo'qolib qoladi degan gap yo'q. Endi bu loyihaga, bu programmaga nima yozilgan? Shu bo'yicha tanishtiraman marketing planini. Shu joyga kodlar yozilgan RideBNB deb nomlangan marketing planini tanishtiraman. Demak, bu loyihada ishlashlik uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi ochiribdi, birinchi navbatda SafePal degan programmani ko'chirib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz, demak, SafePal degan programma. Tak, SafePal programma как Payme'ga o'xshagan programma. Tak, bundagi koshelokdagi pullarimizni blockchainda oldi-berdi qilinadi. Payme'dagi pul o'tkazmalarini bank bajarib bersa, SafePal'dagi pul o'tkazmalarini, BNBdagi pul o'tkazmalarini blockchain bajarib beradi. Demak, tushundik. Xalqaro valyutada BNB degan valyutada ish olib boramiz. BNB kriptovalyutasini BNB desak, BNB kriptovalyutasini Binance birjasi orqali sotib olamiz. Mana bankka kirib, so'm berib dollar olgan singari Binance birjaga kirib, so'm berib BNB sotib olamiz va SafePal koshelogimizga tushiramiz buni, poполнение qilamiz. SafePal orqali blockchainning ichiga kirib registratsiya qilamiz. Registratsiya qilganda qanaqa bo'ladi? Tak. Shotimizni to'ldirib olamiz. 13 xil paket bilan to'ldirishimiz mumkin. Tak, telefonni ekranini yonboshlatib olib katta qilib olsanglar bo'ladi ekranni. Mana paketlar bor. Chorniy kassa, gap, igra, gashtag deb qo'yadi. Xuddi shu narsani onlayn versiyasi. Marketing planini bir og'iz so'z bilan tushuntirganda xuddi shunaqa tushunib olsangiz bo'ladi. Demak, 13 xil paket bor. 13 xil paketni hammasini sotib olishimiz kerak. Sekin-sekin buni sotib olishimiz kerak bo'ladi, imkoniyatga qarab. Eng kami 6 ta paket yoki 7 ta paket bilan ish boshlasak, daromadimiz ham shunga yarasha kattaroq bo'ladi. 13 ta paketni hammasini sotib olamiz desak, 17 ming, 18 ming dollar pul kerak bo'ladi. 17 ming, 18 ming dollar birdaniga pul tikish imkoniyati bo'lmaganligi uchun
6 ta paket 150 dollar yoki 7 ta paket 300 dollar bilan ish boshlasak, 7 ta paket bilan ish boshlaganda 24 ming dollargacha dostup bo'ladi pul yetishga. 6 ta paket bilan ish boshlasak 6 ming dollargacha pul yetish mumkin. Ya'ni 6 ming dollar olishlik uchun 150 dollar tikamiz. Yoki 24 ming dollar olishlik uchun marketing planda 300 dollar tikish kerak bo'ladi. Yoki 600 dollar bilan boshlasangiz 100 ming dollar olishingiz mumkin. 1000 dollar bilan boshlaydigan bo'lsangiz 400 ming dollar olishingiz mumkin. Har bir paketda o'zining imkoniyati bor. Demak, har bir odamdan bu yerda 3 dollardan 9200 dollargacha daromad chiqishligi mumkin. Qaysi paketda olganiga qarab, qaysi liniyada joylashganiga qarab. Bu yerda binarniy strukturada daromad beriladi. Globalniy binarniy struktura bo'ladi. Birinchi liniyadan birinchi paket pulini beradi. Hamma bir xil pul tikadi, bir marta pul tikadi. Cho'rnik kassada qanaqa? 10 ta og'ayingiz bilan ish boshlasangiz 1000 dollar tikasiz, 10 ming dollar olishni o'ylab. Lekin 10 ming dollarni ham bir marta olasiz. Har oy pul tikishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda bir marta pul tikasiz, har kuni ham pul olishingiz mumkin. Limit qo'yilgan 134.217 ta BNB gacha, ya'ni 90 hozir kurs bo'yicha 94 million, 100 million dollargacha daromad olishingiz mumkin. Ya'ni 13 ta kassadan. 13-kassani o'zidan pashti 70 million dollar pul yig'iladi. Tak. Demak, 7 ta paketga to'lov qilganingizda 7 ta liniyagacha pul olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi liniyada 2 ta odam bo'ladi. Qarang, A va B partnyor taklif qilib ishlaysiz. Cho'rnik kassa ham bir kishi bilan bo'lmaydi baribir. Bu joyda 2 ta tanlangan odam bo'lish kerak. 2 ta topilgan emas. Takliflaringiz, odamlaringiz juda ko'p. O'sha odamlaringiz, tanishlaringiz ichidan 2 kishini tanlab olingan, saylab olingan bo'ladi, tanlanganlar bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, faqat 2 kishi bilan ishlaysiz. Tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Yaxshilab tushuntirib va ular ham xuddi sizdaqa tanlab olish kerak bo'ladi. Ya'ni siz определённый paket sotib olasiz. 6 gacha, 1dan 6 gacha, 1dan 7 gacha 7 ta paket hammasini sotib olib ish boshlaysiz. Qolganlari ham xuddi shu tartibda. Sizga pul chiqish boshlaydi. Birinchi liniyadan birinchi paket pulini daromad qilib olasiz. Ikkinchi liniyadagi odamlardan ikkinchi paket puli. Ikkinchi liniyada 4 ta bo'lishligi shart emas. Bitta bo'lsa ham pul chiqaveradi. Bitta bo'lsa 4,5 dollar chiqadi, ikkita bo'lsa 9 dollar chiqadi. Jami 18 dollar agar maksimalni 4 tagacha bo'ladi. 3-liniyada maksimal 8 ta odam bo'ladi. Bitta odam bo'lsa 9 dollar, ikkita odam bo'lsa 18 dollar, 3 ta odam bo'lsa 27 dollar. 8 ta odam bo'lsa demak 72 dollar. Bu yerda maksimal daromadingiz ko'rsatilgan. 4-liniyada 288 dollar yig'iladi. 5-liniyadan 1152 dollar olishlik uchun demak siz 36 dollar tikkan bo'lishingiz kerak. Yoki 4600 dollar pul olishlik uchun 6-liniyadan 72 dollar pul tikkan bo'lishingiz kerak. Yoki 7-liniyadan 18000 pul olishlik uchun 144 dollar tikkan bo'lishingiz kerak. 1dan 7 gacha pul tiksangiz, demak 300 dollar tikkansiz 24000 olishlik uchun. Ya'ni 6 dollar, 18, 72, 288, 1150, 4600, 18000 jami hisoblasak 24000 olishlik uchun 3, 4,5, 9, 18, 36, 72, 144 jami 300 dollar pul tikkan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Endi shu topgan pulingiz ichidan 24000 dollar emas, 2400 dollar topgan taqdiringizda 10% daromad qilganingizda 10% daromadingizni ham 10% ni olasiz. 24000 emas, 2400. Uni ham 10% ni olsak 240 dollar bo'ladi. Topgan daromadingizni 10% ni ishlatasiz. Keyingi paketni sotib olish kerak-ku, 8-paket. Demak, o'sha 240 dollar tikasiz 8-paketga 73000 olishlik uchun. 73728 dollar olishlik uchun 240 dollar tikamiz. Ana 288 dollar deylik. 73000 to'play olmadingizda, 73000 ishlab topa olmadingiz. 7000 topdingiz deylik. 7300 dollar topgan taqdiringizda yoki 3000 dollar ham topdingiz deylik. 3000 dollar topgan taqdiringizda bemalol keyingi paketni sotib olishga imkon bo'ladi. 576 dollar. 576 dollarga 9-paketni sotib olsangiz, 9-liniyadagi daromadni olishga haqqingiz bo'ladi. 294 ming pashti 300 ming dollar. 300 ming dollar emas, 300 ming emas, 10 ming topgan taqdiringizda 1000 dollar tikish
qiyin bo'lmaydi. To'g'ri, birdaniga $1000 tikish qiyin. Lekin 10.000 topgan odamga $1000 uncha qiyinchilik tug'dirmaydi. Ya'ni 10-paketni sotib olasiz, 10-liniyadan $1,000,000 olishlik uchun. $1,000,000 emas, $100,000 toping, 2.300 qiyin emas. 2.300, 4.600, 13-liniyadan $9.200 pul tikish qiyin bo'lmaydi. Zato sizga dostуп ochiladi. Odam soni ham ko'p bo'layapti, tikilayotgan pullar ham ko'p. Daromadim shunga yarasha bo'ladi. Endi marketing planda qulaylik tomonlari juda ko'p. Hozir ko'ramiz. Masalan, ikkita odam taklif qildingiz. Ular bittadan taklif qilyapti deylik. Shu holatda ham sizga pul chiqaveradi. Birinchi liniyasiga, ikkinchi liniyasi, uchinchi, 4, 5-chi odamingiz ham shakllanib qoldi deylik. Demakki, mana 5-chida kelgan odam pullari qanaqa sochiladi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi paket sotib oldi deylik. Ovozim eshitilyapti, Askandar aka? Kelyapti, gapiravering. Demak, masalan, X deylik, Xurshid degan bola pul tikdi. Shu tikkan pulini birinchi paket puli bunga chiqadi. Ikkinchi paket puli bu insonga chiqadi. Sardor deylik, masalan, Sardorga nisbatan birinchi, ikkinchi o'rinda turganligi uchun. Maytda 3-paket puli chiqadi. Maytda Ahror deylik. Ahrorga nisbatan 1, 2, 3 ta bo'lib turibdi. Xurshid o'shaning uchun bunga 3-paket puli. Bunga 4-paket puli chiqadi. Masalan, Nargiza deylik. Nargizaga nisbatan 1, 2, 3, 4-liniyada bo'lgani uchun Nargizaga 4-paket puli. Sizga 5-paket puli chiqadi bu yerda. Xurshiddan. Sizdan tepadagiga 6-paket, uni tepasidagi 7-paket puli chiqadi. Ya'ni hammadan hammaga pul chiqadi. Bitta Xurshid misolida ko'rsatdim. Atak, mana odamdan sizga ham chiqadi, bundan bunga ham, sizga ham pul chiqadi. Bundan bunga ham chiqadi, bu insonga ham, sizga ham pul chiqadi. Hammadan hammaga pul chiqadi. Tak, disbalans yo'q, hech qanaqa shart yo'q. Ish boshladingiz, bir tomoningiz 10.000 ta odam bo'lib ketsin. Bir tomoningizda bitta odam bo'lsa ham, shu 10.000 bitta odamdan sizga pul chiqadi. Qachon bu odamlarni yana yozdirganda yana pul chiqaveradi. Endi tak, birinchi liniya, ikkinchi liniya, 3, 4, 5 deylik mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta deylik mana. 2 ta odam bo'ladi, 4 ta bo'ladi, 8 ta bo'ladi, 16 ta, misol uchun 32 ta bo'ladi mana bu yerda, 64 ta odam bo'ladi. Endi shunaqa tanlab olingki, 5 kun vaqt ichida 2 ta odamingizni tayyorlashingiz kerak. Bu yerda dori-darmon, atrupa, bitovoy texnika emas. Faqat chorniy kassa, pulni pulga urishtirilganligi uchun bemalol 5 kunda 2 ta odam topsa bo'ladi, yaxshi muddat. 5 kun ichida 2 ta odamingizni shakllantirasiz va bularga ham o'rgatasiz. Keyingi 4 ta odammi, 3 kishi siz va mana bu ikkitasi. 3 kishi bo'lib 4 ta odamni topasizlar. Yoki endi 7 kishi bo'ldinglar. Keyingi 5 kunda. Tak, bu yerda 2 ta odam, bu yerda 4 ta odam, bu yerda bitta odam siz. 7 ta odam bo'lasizlarda 8 ta odamni topish kerak. 7 ga 8 15. 15 kishi birga bo'lib tanlangan-ku hamma bir-biriga interesni. 15 ta odam, 16 ta odam topasizlar. Yoki 31 ta odam, keyingi 32 ta odam topasizlar. Jami 63 ta odam, 64 ta odamni topasizlar. O'sha holatda hammaga 5 kundan vaqt ketganda bir-biriga yordam berib 6 ta liniyadan $6.000 topishingiz mumkin bo'ladi. 6.000 emas, 2.000, 3.000 $1.000 topganingizda ham bu zo'r summa degani. Birinchi etap tugadi. Ikkinchi etapda nima qilish kerak? Tak. 63 kishi 64 kishini topdi deylik. Endi qo'shsak 100 qancha bo'ladi? 60 ga 64 127 ta odam. 127 ta odam 7-liniyada 128 mana 7-liniya deylik.
128 ta odam keyingi liniyada. Mana 128 ta odammi, 127 ta odam topasizlar. Har bir odam bittadan topganda ham bitta liniya to'lib qoladi. Va bu birinchi oyda ketyapti. Mana 1 oy vaqt ketdi. 1 oyda $6000 chiqdingiz. Ikkinchi oy 128 ta odammi, 128 ta odamni daromadga chiqarishingiz kerak bo'ladi. Xuddi o'zingizda 6000 bo'lmasa ham $2000 daromadga chiqarsangiz, 7-liniyangizdagi odam mana. Tagida 7-deylik. 6-liniyada 64 ta odam bo'ldi. 7-liniyada 128 ta odam bo'ldi deylik. 128 ta odam bo'ldi deylik. 7-liniyangizdagi odammi 128 ta odammi 127 ta odam bo'ladi 6-liniyagacha. Jami hammasi tanlanganlar. O'sha odam har bittasi bittadan mana odam bilan ishlaydi. Har biri bilan ishlanadi. Bularni ham daromadga chiqariladi. Ikkinchi oyda. Birinchi oy 6-liniyagacha to'ldi. Ikkinchi oy 13-liniyagacha to'ladi. Bularni har biri bilan ishlab ketiladi. Buni ikkitasi bilan, buni ham ikkitasi bilan 13-liniyangiz avtomatik to'ladi. 2 oyda to'ldirib ketyapsiz, tasavvur qiling. 13 ta liniyangiz to'lib bo'ladi ikkinchi oy o'zida. Demak, qilinadigan ish nima? Birinchi oyda har bir odam 5 kun vaqt sarflab 6 ta liniyani to'ldiriladi. $6000 olinadi. Kimdir siz 6000 olasiz, uni pastdagi 1,5 oladi, uni pastdagi $300 oladi va hokazo. 64 kishi $6 dan endi kelgan bo'ladi. Ish boshlaganiga endi 5 kun bo'lgan bo'ladi. Keyingi oyda, ya'ni keyingi 5 kunlikda keyingi 1 oy davomida, ya'ni siz uchun ikkinchi oy bo'ladi. 128 ta odamni 6000 bo'lmasa ham $1000 ga olib chiqing. Bular paketini ko'targan mahalda, 7-paketga ko'targan mahalda sizga o'sha $18000 pul yig'iladi 7-liniyadan. Keyingi oyda masalan 8-liniyani to'ldirasiz. Ikkinchi oy deylik. Ikkinchi oy 7-liniyadagi odamlarni bilan ishlanadi. 128 ta odam pulga olib chiqasiz. Ikkinchi oyda 18000 topasiz. Uchinchi oyda 8-liniyangizdagi odamlar bilan ishlaysiz. 256 ta odamni o'zingizdek pulga olib chiqasiz. $1000, $2000 ga, 6000 bo'lmasa ham. Va bularni pulga olib chiqib 8-paketda oldirganingizda o'zingiz ham sekin-sekin paketda olgan bo'lasiz. 256 ta odamni $1000 ga chiqaring. Siz 73000 topgan bo'lasiz. Demak, 3 oyda jami $100,000 topish imkoniyati bo'ladi. Buni videoda ham ko'rsatib o'tganmiz. Xuddi shunaqa strategiya bilan keyingilari olganingizda o'sha 9-liniyadan 10, 11, 12, 13-liniyagacha daromad qilish mumkin bo'ladi. Endi to'xtatamiz. Zapisni o'chirib qo'yamiz.